Hala aya biz şu diyeni alsak mı almasak mı halal mı şu diye bizge şu rava mı rava atam şairligi harap olamaya bazıları da çok diyorsan diye şairligi diye haligi bulat diye şuna kaneyin ana diye har o diyeni diye alavanlar diye sizler diye adamların diye azles verislerin diye ana har vaqt qatil diye daskir bo'ldi diye naferde biz uşladık diye son diye ana qasas klasların diye o paysani tanpas devleti sabıqa tögeslerin diye ana diye ondan son diye her nisa qısaların devlet son olası o'zi sizlerin ixtiyorlarında diye irzayat berislerin mi diye qasas klasların mı diye Hürmetlik birodarim, so'rabsiz ekanki meni otajonim bir necha insonning qo'lidan shahid bo'ldi, lekin hatmi tanıqlık yani gavo shahodatlik hukumatni oldida tayin bo'lmagan. Şu sebepten hukumet aytadı diyesini hukumetten alıgar deydi. Son diyeni algandan narmagan puldu hukumetke diyeni tögeslerin onu kısas kılamız deydi. Şu kanday yana diyet alış bizge halal mı haram mı dep sorapsız. Bradarım sizlerge diyet alış bilkul doğru. Diyet alın. Agar çendeki berde o adamlar kastan vurup ketip deken kısas boladı. Lakin vakayan hükümet gava bo'lmasa kısas kılmaydı. O adam inkar kıptı. Şu sebepten berde ali diyet boladı. Diyetto alınızlar. Hiç şahitke hiç nuksu yok. Çünkü hadisi pakta keledi. Bir adamda bir balası ya atası ya akesi öledi. Onga köp bir müşkilatlık keledi. Paysa alsa onu şu gamı gussası müşkili bir azırak az boladı deydi. Yani bu hadiste mafhumunu sizge aytıp bereyapam. Yani hadiste bunda hem keledi. Bir adam yani öledi, ketide kalganını gani koysun, yani paysadar koysun, fakirlik koygandan görek paysadar koyuşu bulam yaxşı degen hadiste keledi. Yani berde agar çandiki ol bulmasa ham berde avvalgi hadis aytkanım hadiste mafhumu yani bir adamını vakan atası öldü, onga köp gamginlik keledi. Atasını diyasını alsa bir azırak onu jürek köngülü konçiydi. Şu sebepten diyet alın. Hiç tımakmaydı. Hiç atanızın şahadetine hiç nuksu yok. Her kanca diyet alasız diyet alın. Agar çandaki şeriyette diyeti ham Allah-u Teala mukarrar kılgan. Bilmedim orada sizler turgan cayda kança bolsa bolsun lakin hadislerde hem diyat kelgan. Yani diyatı tüyeden kança bolsa, paysadan kança bolsa hemmesini tayinlegen. Yani bir de men sizge aytıp bereyapam buna bu urdu tilide 1000 dinar 1000 karang onun 1000 dinar yani o 375 tola altın yani tılla. Yani jadid paymanaga qarasa yani bu çizi yani 4 kilo tılla boladı. O 4 kilonun son bu çizi 74 gram tılla boladı eken. Agar bunu nuqraga ada qilsa 10 ming dirham bo'ladi. 2600 2000
625 to'la nuqra bo'ladi ekan. Buni jadid paymonaga hisob qilsiz 30 kilo 618 gram nuqra bo'ladi. Yana bahar al bu o'z joyida. Yana sizga bir masala aytib berayin. Ol sizni bizni mazhabimizga ahli sunnat val jamoatning ra'yiga shulki bir odam dunyodan bir tane qo'lidan shahid bo'ladi. So'ng uni bir tesi bo'lsa qisos qilmayman deydi. Diyat alaman deydi. Ondan narmagan qisos soqit bo'ladi. Qisos soqit bo'ladi. Bu dalga qisos olinmaydi. Bir odamga bir odam qisos bo'ladi butunlay. Varasati uni uch uli bo'lsa, bir uli bo'lsa diyatga rozi bo'ldi. Voy qolgan ikki bolasi ham diyatga rozi bo'ladi. Bunday bo'lmaydiki, birovi bo'lsa diyat olsa, ikkovi bo'lsa qisos qilaman desa, ya ikkovi qisos qilaman desa, birovi diyat olaman desa, bahar hol yana hammasi agar diyat olaman, qisos qilaman deb qisos qilsa, qisos bo'ladi. Agar bir tesi qisosga rozi bo'lmadi, diyat olaman dedi, ol qisos soqit bo'ladi, diyat olinadi. Yana bu yerda mena sizga bir ular aytibdiki, "Ali sen diyatingni olgin, ondan narmagan agar hukumat uni o'ltirgan odamlarini shu qotilni har zamoniga topsak, so'ng paysani tavil qilasang, qisos qilasangmi ixtiyoring, qilmaysangmi ixtiyoring" debdi. O zamonada agar hammalari sizni shu qolgan akangiz, ukangiz shu otadan ki uchul qopti, qancha qiz qopti, ular imkoni bor xarjlab jubersa paysani, so'ng tezda tavil qila olmasa hukumatga qanday bo'ladi? Ol alayda masala. Yana bahar hal sizlar qisosdan agar chunki hukumat aytayaptir, qisos topilgan bo'lmasa voqean diyat bo'ladi. Chunki haligi ma'lum emas. Nima ma'lum emas? Shu o'ltirgan odamlar sizlar bilasizlaringiz ma'lum, lekin hukumatda oldida qaysi bir shavoid yo'q. Shu sababdan diyat bo'ladi. Bu Payg'ambar Xudo sallallohu alayhi va sallamning muborak zamonasida ham shunday bo'lgan edi. Yahudlar bo'lsa bir Abdurrahman degan kishining ukasini o'ltirdi, lekin Yahudlar inkor qildi, biz o'ltirganimiz yo'q dedi. So'ng Payg'ambar Xudo sallallohu alayhi va sallam va sahobaning diyasini davlatni tarafidan ado qildi. Ali hukumat sizlarga davlatni tarafidan qisos diyat beramiz deydi. Voqean to'g'ri bu, haqiqat. Sizlar diyat olingizlar, hech sizlarga gunoh emas. Diyat olish sizlarga ko'p yaxshi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.